Biz uchun oshpazlarimiz shunchaki oshpaz emas. Har bittasi o'z onamizdek. Bugun bitta onamizdan tug'ilgan kunlari. Arzimagan bo'lsa ham tabriklab, ko'nglarini ko'tarish, xursandchilik bag'ishlashga harakat qilamiz, to'rtga. Ichkari yoqmadi. Yo'q. Happy birthday to you. Ko'zlarida hech qachon xursandchilik yo'qolmasin. Har doim ko'zlari quvonib yursin. Aytdimi? Biz uchun oshpazda shunchaki oshpaz emas, hammasi o'z onamizdek, o'z otamizdek bo'lib qolishgan. Arzimagan bo'lsa ham uxlab qo'y endi. Sham o'chib qoldi, hali chiqisi yo'q. Hamma mana butun kollektiv nomidan tabriklaymiz. Vaqtingizni sog'lom bo'ling. Shunaqa gaplashish gaplar bizada hech kim e'tiborsiz qolib ketmaydi. Sardor kafesi to'g'ri tanlov.